Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rchilarda hozir ko'rsatib boraman sizlarga qanday qilib shakl berishlarini yana ham. Mana hozir juda ham bir taklardan chiqib ketib, o't bosib turibdi. Mana ularni mana shunaqa holatda qoldirmaslik kerak. Mana ulardan qarang, taklardan chiqib ketgan. Shonalab. O'sha shonalarni bari olinish kerak. Mana bu yoqlarda ham bor. Taklardan chiqib ketgan shonalab. O't bosgan, o'tlar olinadi hozir. Bizga ham shakl berib ko'rsatib boraman. Mana qarasangiz juda ham bir o't bosib ketgan. Tak shu qattiq bo'lib qolgan. Bunaqa qattiq holatda qoldirmaslik kerak. Mana bu yoqlarni hozir ko'rsataman. Mana bunday holatda qarangizlar, e'tibor qilib. Mana taklariga qarasangizlar, taklar ochilib juda bir yaxshi turibdi hozirda. Mana shunday taki bir 60-70 santimetrda olib tashlanish kerak. O'shanda bir balanga o'satdan keyin gullab hosil to'kib kelishi bilan pastga engashib, xuddi majnuntolday hosil beradi. Ular bari pastga engashib ketadi. Juda ham baland o'sib ketgani kerak emas. Uni terish ham qiyin bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lsa, masalan bizlarga bo'yi 1 metr ziyodroqda qirqilgan. Mana takini bitalab olib tashladik. Yosh narchalarda. Endi bu yog'i yana 1 metr ziyodroq o'satdan keyin hosil tuyishi bilan yana pastga qaytib keladi, engashib. Mana shu eng yaxshi shakl deb shuni bizlar to'g'ri tushundik. Mana qaranglar, takida olib tashalgan. Pashtimon suniki uzunroq qirqilgan ekan, 1 metrlar olingan. Mana bular bir 70-65 santimetrgacha olinyapti. Mana shunday qilib 8 sotikda taxlab chiqamiz, nasib bo'lsa 1-2 kun ichida. Ya odam solamiz, ya o'zimiz. Mana shunday holatda bo'ladi. E'tibor qilib kuzatib boringizlar, mana ekkan kishilar. Uni juda ham o'sib ketishi, pattalab yotishiga yo'l qo'ymaslik kerak. O'zingiz ekkan tanaqasini yonidan chiqqanlar umuman olib tashlang. Yonidan chiqqan qoldiradigan bo'lsangiz, u kuch yetkazib bera olmaydi. Birinchidan, keyin hosil mayda bo'lib qoladi. Keyin sizga bo'yin egmaydi bular. Chunki o'zingiz ekkanni parvarish qilsangiz, hosil ham katta-katta bo'ladi, terish ham o'ng'ay bo'ladi, pattab yotmaydi-da. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolargacha sog' salomat ko'rishaylik.